Ansorlar yig'ilib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytishadi, to'planishadi. Hoji sekinroq, ha? To'planib aytishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolodan duo qilib so'rang, yomg'ir yog'ishligini haqqiga deysa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Masjid-i Nabaviydan chiqib, bu yoqqa kelib, Hamoma masjidining o'rniga kelib, shu yerda 2 rakat namoz o'qiydilar va yomg'irni haqqiga duo qiladi. O'shanda yomg'ir yog'adi. O'shandan keyin Bulut masjidi nomini oladi bu yo'q. Va undan keyin birinchi bo'lib hayit namozini o'qilgan masjid mana shu yer bo'ladi. Birinchi hayit namozini mana shu masjidning o'rnida o'qishgan musulmonlar. Va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tishlaridan oldin, vafot etishlaridan oldingi oxirgi hayit namozini ham shu yerda o'qiganlar. Va mana bu Habashiston podshohi bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rmay turib musulmon bo'lgan. Podshohi Najjoshi degan odam bo'lgan. Habashistonning podshohi Najjoshi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chopar va musulmonlar jo'natgan vaqtlarida u musulmonlar bilan gaplashadi va musulmonlikda qabul qiladi. Islom diniga kiradi. Va musulmonlarga juda ko'p yordam beradi Najjoshi. U Habashistonning podshohi bo'ladi. Mana shu podshoh o'lganini xabarini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eshitadilar. Va hech kimga indamasdan Masjid-i Nabaviydan kelib, mana bu Hamomani o'rniga kelib, shu yerda 2 rakat namoz o'qib, Najjoshiyni haqqiga duo qiladilar va ketadilar. Bu yerda duolar ijobat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam atayin shu yerga chiqqanlar. Chiqib shu yerda namoz o'qib, duo qilib keyin ketganlar. Inshaalloh vaqtimiz bo'lganda erkaklar bu yerga masjidning ichiga kirib namoz o'qisak bo'ladi. Alohida o'zlaring kelsalaring bemalol Xudo xolasa. Mana shu masjid, G'amoma masjidi esimizda qolsin. Bizim eshigimizni teskari tomonida. Bu 365 bo'lsa, 310-eshikda joylashgan. Xohlovchilar, vaqti bo'lganlar, charchamagan odamlar bo'lsa, bu yerga kelib namoz o'qib ketsa bo'ladi inshaalloh. Xohishi bu narsa. Biz asosiy tanishtiruvga olib kelamiz. Mana shu yerlarni tanishtiruvga. Mana bu oq masjid turibdi, to'g'rimi? Ali roziyallohu anhu masjidlari. Ko'rdingmi? To'g'rimizdagi